yaxshiroq remontli bir xona, ikki xona qilingan so'rayotganlarga joylanishimiz chiqqan. Yunusobod 6-kvartaldan. Orientirimiz Huzur gostinitsasi. Xo'p. Bu yog'imizda podyezddan kirushimiz bo'lyapti. Mana podyezddan kirushlarga anaqa o'zini stroyni mebellarni qilib ketishgan, joy qilib. Bu yoqda mana oynalarni ham qo'yib ketishgan. Xo'p, bu yog'imizda srazu mana o'ng qo'limizda sanuzel, samishonniy. Ko'rsangiz bo'ladi. Uyimizda Yevro remont. Bu yog'imizda oshxona mana. Oshxonada ham mebellarni qo'yib ketishgan mana bu yoqda. Ko'rsangiz bo'ladi. Uyimizda o'ymadan 42 kvadrat. Xo'p, o'ng qo'limizda bir xona, ikki xona qilingan. Bu yoq zal qismimizda zal qilib qo'yishgan mana. Bu yog'imizda spalniyimiz mana. Spalniga ham bemalol mana hamma joy qo'ygan. Xo'p, bu uyimiz narxini 52.500 so'rashyapti. Ozgina o'tib berilgan joy bo'ladi. Bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Kimga yana shunaqa uylar kerak bo'lsa, ko'proq variantlarimizni Telegram kanalimizga tashlaymiz. Ko'plarni Instagramga qo'shib ulgurmaymiz. Telegram kanalimizga silka orqali o'tsangiz bo'ladi. Silka profilimizda bor.